Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxari rahmehullah'ның Al-Adabul Mufrad namlıq hadis kitabının davamını oquymiz. 222 hadis gapdikimiz. Harmala ibn Abdullah radıyallahu anhudan rivayet qılındı ki, o chiqib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zruq bo'lgan, hatto uning yanida turgan Payg'ambar alayhisalom uni tunigan. Payg'ambar alayhisalom ketganda qultu fi nafsi, ko'nglimda mundaq dedim deydi. Ravi: Allah bilan qasamki, Payg'ambar alayhisalomning yeniga boraman, hatto ilmimni ziyoda qilaman, bilimimni oshiraman dedim. Men mengib uning oldida turdim va mundaq dedim: "Ma ta'muruni a'malu, meni nima ish qilishga buyuringlar?" deb Payg'ambar alayhisalom shunday desam, qala ya haramalatu i'ti lil ma'rufa wajtani bil munkar. Yaxshi ishlarni qilgin va munkar, yomon ishlardan yiroq turgin dedi. Ondan qaytib ketdim. Hatta ulug'imning qishiga kelib, ondan yana oldimni qildim va uningdan yaqin bir o'rinda turdim va munda dedim: "Ey Allohning payg'ambari, nima ish qilishimga buyuringlar?" degandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey harmala, yaxshi ish qilgin, yomon ishlardan yiroq turgin va xuluqing anglashni xohlaydigan narsaga qaragin." Ya'ni sen bir qavmning qishini qo'pab ketsang, xulqing anglashni yaxshi ko'rgan ishga nisbatan shuni qilgin. Ya'ni sen bir qavmning qishida ular bilan o'ltirib qolgan bo'lsang, sen qo'pab ketgan vaqtingda ular seninki g'ayvatingni qilishini sen yoqtirmaysan. Aks sening yaxshi gapingni qilishini, hech bo'lmasa yaxshi gapingni qilmasmi, yomon gapingni qilmaslikni yaxshi ko'rsan. Shuningdek, senmi o'zingga yaxshi ko'rgan ishlarni boshqalarga nisbatan o'zingga yaxshi ko'rganni qilgin. O'zingga yaxshi ko'rmaganni boshqalarga qilmagin. O'zingga nimani yaxshi ko'rgan bo'lsang, musulmon qarindishingga shuni yaxshi ko'rgin. Hatto shunchalik ishdimi deydi. Ya'ni sen ularning qishidan qo'pab ketgan vaqtingda ularning seni maqtishini yaxshi ko'rgandek, sen bu boshqalarning g'ayvatini qilma, yenidan o'ltirib qo'pab ketganda. Shundaqla sen ularning qishidan qo'pgan vaqtingda sana deyilishni yomon ko'rgan ishni qaragin. Ya'ni sen onun qo'pgan vaqtingda seni g'ayvating qilish yaxshi ko'rmaysan. Fajdani bu. Sen bunda ishdan yiroq turgin. O'zing yomon ko'rganni boshqalarga yomon ko'rgin. Shuning bilan bu kishi deydi, men qaytib ketgandan keyin tafakkur qildim, o'ylab baqsam, shu ikki jumla gap hech qanday narsani qo'yib qo'ymabdi. Ya'ni shu ikki jumla gapga barliq narsalar, shunday aloqador narsalarning hammasini o'z ichiga olibdi. Hech qanday narsani tashlab qo'ymabdi deydi. 220-hadismi o'xshashla Abi Osmondan rivoyat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunga o'xshash degan deydi. 223-hadisga mazmun o'xshash. 115-bab inna kulla ma'rufin sadaqa. Har qanday bir yaxshilik sadaqadir. Ya'ni sadaqa desa pul mol chiqim qilishim emas, balki har qanday bir yaxshilikli bo'ladi ekan, u sadaqadir. 224-hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib, Payg'ambar alayhisalom shunday degan: har qanday bir yaxshilik sadaqadir. 225-hadis Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: ala kulli muslimin sadaqatun. Ya'ni har bir musulmonning ustida sadaqa berish farz. Har bir musulmon sadaqa berish lozim. Qalu fa illam yajid, agar topamizchu deyishdi sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dediki: "Ya'tamil bi yadayhi", ikki qo'li bilan ishlasin, ya'ni ishlab pul topsin va o'ziga foyda manfaat yetkazsin va sadaqa qilsin. Va yana deyishdiki, agar uni qilamizchu, qilish qadr bo'lamiz, ya'ni yoki qilmizchu deganda fa yu'inu zal hajatil malhuf, nayt qiyinchilik qolgan hojatmand kishiga yordam bersin. Ular deyishdiki, agar uni qilamizchu, Payg'ambar alayhisalom dediki, fa ya'mur bil khayri aw ya'mur bil ma'rufi, yaxshilikni buyursin. Hech yaxshilik degan gap. Agar uni qilamizchu deganda Payg'ambar alayhisalom undaqda yomonlikdan qo'lini yig'sin, ya'ni yomonlik qilmasin. Yomonlik qilmaslikning o'zi, yomonlik qilishdan to'xtashning o'zi uning uchun sadaqa bo'ladi. Sadaqa deganda pul mol chiqim qilish ham emas, balki har qanday bir yaxshilik va yomonlikdan qo'l yig'ishmi sadaqa hisoblanadi. 226-hadis
Abu Zar radhiyallohu anhu xabar bergan. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qaysi amal eng afzal deb so'ragan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohga iymon keltirish va Allohning yo'lida jihad qilish dedi. Ondan u qaysi qul eng afzal, qaysi qulni ozod qilish eng afzal, savobi eng katta bo'ldi deganda Payg'ambar alayhissalom ag'la hasamana puli eng qimmat va ahlining qishida, ya'ni shu qul turayotgan oilada ularga nisbatan eng ativorli bo'g'ini shuni ozod qilishning ajri eng katta dedi. Shuning bilan agar unda qilolmasamchu deganda Payg'ambar alayhissalom undaqda zoya bo'lib ketgan bir kishiga yordam bersan yoki bir kishiga kasb qilolmay qolgan kishiga kasb qildirib qo'ysan dedi. Qo'ldan ish kelmaydigan, ish yo'q bir kishiga kasb qildirib qo'ysan. Ondan u yana agar qilolmasamchu deganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda yomonlikni tark etgan. Shunda qilsang u sadaqa bo'ladi. O'zingga qilgan, ya'ni shuning bilan o'zingga qilgan sadaqa bo'ladi dedi. Zoya bo'lib ketgan kishiga yordam bersa degani, masalan, u odamning qadr-qimmati va qo'zqudi bilimi va, ammo masalan puli yo'q. Bir yo'l topolmay qolayotgan bir kishi. Qo'lida hunari va kasbi va, bilimi va, lekin yo'l topolmadi, masalan, iqtisod va yoki boshqa sharoitlar tufaylidan. Ana lekin boshqa puli va yoki yo'li bor odam uningga shu kasbini taraqqiy qildirish uchun bir sharoit, muhit hazırlab berdi. Bu shunday kishiga doia zoya bo'lib ketgan kishiga yordam berdi degan gap. Tosni ali axroq degani kasb qilolmaydigan, qo'ldan ish kelmaydigan bunday kishiga nisbatan bir kasb hunarga boshlab qo'yish, kasb qildirib qo'yish. Shu orqali odam jannatga boqalasa demakchi. 227-hadis Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bo'lib, u mundaq deydi: deyildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boy kishilar ajrni ib ketdi. Ya'ni boylar sadaqa berib ajrni ib bo'ldi. Ular biz namoz o'qigandek namoz o'qiydi. Biz ro'za tutgandek ro'za tutdi va pul mollarning ortiqni sadaqa berdi. Shunday qilib ajrni hammani bular ib bo'ldi deb bu yerda ajr ib ketganligiga havas qilyotdi. Asad emas, havas. Payg'ambar alayhisalom dediki, Alloh taolo sizlarga sizlar sadaqa qilgan narsalarni qilib bermadimi? Ya'ni bunda qilsanglar sadaqa bo'ldi, bunda qilsanglar sadaqa bo'ldi deb bunda deb bermadimi, ko'rsatib bermadimi? Har bir tasbih sadaqa, ya'ni subhanalloh deyishning o'zi bir sadaqa. Tahmid, alhamdulillah deyishning o'zi bir sadaqa. Va sizlarning biringlarning ayoli bilan yaqinchilik qilishning o'zi sadaqadir dedi. Deyildiki, shahvatidim sadaqa bo'lamdi. Ya'ni shahvatni qandoqam sadaqa bo'lamdi deganda Payg'ambar alayhissalom dediki, agar u uni haromga qo'ygan bo'lsa, bu gunoh bo'lmamdi. Bunda bo'lishi, agar uni halolga qo'ysa, ya'ni haloldan qilsa, uning ajr bo'ladi. 116-chi aziyatni ilib etishning bobi. 228-hadis. Abu Barzatul Aslami radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, u mundaq deydi: men unda dedim: ey Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam, meni jannatga kirgizadigan bir amalni men ko'rsatib qo'ysalar desam, Payg'ambar alayhissalom kishilarning yo'lidan aziyatni ilib etgan dedi. Ya'ni mushunchalik kichik ish bo'lsa, misal qarmag'in. Quloq bilan ilib etamsa, ya putongni tip ishtirib etamsa, chiqilib musulmonlarga aziyat bergan tikan, shoxa, tosh degandek narsalarni yo'ldan ilib etgan. Ya'ni bu kichik ish hisoblangan bilan ajr katta. Mushunchalik kichik ishni Alloh rizoligi uchun qilsang, sen jannatga kirishingga sabab bo'lgan amal shu. Undan cho'ngrog'ini mushunga qiyos qilsang bo'ladi degandek ma'noda degan bo'lishi mumkin. 229-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Marra rajulun bi shawkin fit tariq. Bir kishi yo'lda bir tikanning qishida o'tib qoldi. Ya'ni yo'lda tikan bor ekan. Va dediki, men bu tikanni, bu shoxni ilib o'taman. La yadurru rajulan musliman. Bu tikan bir musulmon kishiga ziyon yetkazmasin, aziyat bermasin dedi-da. Bu sababli uning gunohlari mag'firat qilindi. Ya'ni bu kishi bir musulmonga aziyat etib qolmasin, shu shoxa tikanchilik narsa bilan aziyat etib qolmasin deb musulmonlarning g'amini yeyotdi. Andan yana birsiga bu kishida albatta iymonning asoslari, arkonlari bor. Chunki
islom iman bir daraxt bo'lsa, uningki yildizi bo'ladi, g'o'llari bo'ladi, shoxlari bo'ladi va yupurmoqlari bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom iman 60 necha shoxcha dedi. Yo'ldan aziyat elib etishmi uning bir shoxchisi. Hargiz bu va buning o'xshagan hadislardan biz faqat iman aytiblam qo'ysak, boshqa amal ibodat qilmasak, namoz o'qimasak, ro'za tutmasak, boshqa amal ibodatlarni qilmasakmi, işte aziyatni olib qo'ysaqlam bo'ladi degan ma'no chiqmaydi. Albatta, imonninki asoslari, islomning asoslari, arkonlarini o'rinlash bilan birga u shoxchalarni qanda imonimiz mukammal bo'ladi. 230 hadis Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Menga ummatimning amallari to'g'rilandi, ya'ni ko'rsatildi. Men ummatimning amallarining yaxshilari ichida, yaxshi amallar qatorida yo'ldan evitilgan aziyatni ko'rdim." Yani aziyat bo'lsa, kishilar evitidi. Va yomon amallar ichida masjiddagi manqini, ko'milmaydigan shu manqini ko'rdim. Ya'ni manqidagi bir narsa bo'lib qolsa, kishilar uni ko'mvatmaydi. Bunimi yomon amallar qatorida Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga ko'rsatgan. Shunga biz 117-bab yaxshi so'z qilishning bobi yoki yaxshilikni buyurish, chiroyli gap qilish, yaxshilik buyurib yomonlikdan to'sish degandek. Abdullah ibn Yazid al-Xatmi dan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Har qanday bir yaxshilik sadaqadir." Ya'ni yaxshilik qo'l bilan qilingan yaxshilik bo'lsin yoki til bilan so'zlangan yaxshilik bo'lsin, yaxshi gap qilish bo'lsin, hammasi sadaqa hisoblanadi demoqchi. 232 hadis Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, undaq deydi: "Kana nabiyyu sallallohu alayhi vasallam iza utiya bi shay'i yaqulu izhabu bihi ila fulana fa innaha kanat sadiqatu Khadija." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir narsa keltirilsa, hadiya qilinib, u mundaq deydi: "Buni falon ayolga olib beringlar, chunki u ilgari Xadijaning do'sti edi. Va buni falonning uyiga olib beringlar, chunki u ilgari Xadijani yaxshi ko'radi." 233 hadis Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq degan: "Qala nabiyyukum sallallohu alayhi vasallam, payg'ambaringlar mundaq dedi: kullu ma'rufin sadaqa." Har bir sadaqa yaxshilik. Qala nabiyyukum debdi-ku, nabiyyuna demay deganda, sizlar bizning payg'ambarimiz deb e'tiqod qilsizlar, ishinsizlar, yaxshi ko'rsizlar, undaqda sizlar uning gapiga amal qilinglar deb ta'kidlash uchun nabiyyukum deb deyotdi.